Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va hurmatli soliq to'lovchilar. 2026-yilning o'tgan davrida Navoiy viloyati soliq organlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida qisqacha to'xtalib o'tsam. Ma'lumki, soliq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatimizda qulay biznes muhitini yaratishga xizmat qilmoqda. Aniqrog'i, soliq yukining kamaytirilishi hamda qator imtiyozlarning joriy etilishi tadbirkorlik subyektlari sonining ortishiga va yangi ish o'rinlarining yaratilishiga muhim omil bo'layapti. 2026-yilning yanvar-iyun oylari uchun Navoiy viloyati byudjet daromadlariga belgilangan prognoz amalda 125.6% ga bajarildi. Xuddi shuningdek, barcha shahar va tumanlarimizda belgilangan prognoz ko'rsatkichlari rejasi to'liq bajarilishi ta'minlandi. Mahallalarda soliq organlari tomonidan ishlashning yangi tizimi joriy etilib, viloyatdagi 310 ta mahallaga 106 nafar soliq xizmati organi xodimlari biriktirilib, ishlar tashkil etildi. Har bir mahallaga biriktirilgan soliq organlari xodimlariga soliq qo'mitasi tomonidan yillik prognoz va 21 ta yo'nalishda vazifalar kepayiga ko'rsatkichlari belgilab berilgan. Hududlardagi 106 nafar xodim zimmasiga 13512 ta tijorat korxonalarining tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish bo'yicha barcha mahallalarga soliqchi ko'makchi tamoyili doirasida amaliy yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. 20.472 ta yakka tartibdagi tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatildi. 20.398 ta dehqon xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan mahsulotlarni chetga eksport qilish hamda ichki bozorga chiqarishlariga ko'mak ko'rsatildi. O'zini o'zi band qilgan 140.418 nafar fuqarolarning faoliyat turlari bo'yicha berilgan yengilliklar bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. 2026-yil yanvar-iyun oylarida viloyatda 21601 holatda 19 milliard so'm qo'shimcha soliq hisoblanib, byudjetga tushirilishi ta'minlandi. Jumladan 2798 ta korxonada 105.1 milliard so'm tovar aylanmasini oshirish hisobidan aylanmadan olinadigan soliqqa qo'shimcha 5.9 milliard so'm, 6796 ta korxonada ishchilar soni va ish haqini oshganligi hisobiga 3028 nafar ishchi legallashtirilib, qo'shimcha 3.8 milliard so'm, 12007 ta qo'shimcha aniqlangan obyektlar hisobidan 9.3 milliard so'm, shundan mol-mulk solig'i 3.8 milliard so'm va yer solig'iga 5.5 milliard so'm undirildi. Prezidentimizning 2025-yil 10-dekabrdagi naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 246-sonli farmoni 8-bandi bo'yicha 2026-yil 1-martadan boshlab soliq organlari xodimlari hamda Navoiy va Chirchiq shaharlarida hisobga qo'yilgan jismoniy shaxslar tomonidan jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etish amaliyoti tajriba sinov tariqasida joriy etildi. Navoiy shahri bo'yicha hozirda dastlab 21122 nafar, shundan 343 tasi soliq organlarida ishlaydigan xodimlar jismoniy shaxs tomonidan daromadlari va xarajatlari to'g'risida deklaratsiyalari ixtiyoriy ravishda taqdim etildi. Viloyat bo'yicha 2026-yil yanvar-iyun oylari davomida 193.1 milliard so'm soliq qarzi undirilishi ta'minlandi. 2026-yil yanvar-iyun oylari davomida Soliq kodeksining 114-moddasiga asosan tan olingan soliq qarzi bo'yicha qarorlar asosida 934 ta tadbirkorlik subyektlarining 244.4 milliard so'mlik soliq qarziga nisbatan mol-mulklari xatlandi. Xatlovlar jarayonida 456 tadbirkorlik subyektlarining 112.3 milliard so'm soliq qarzi undirilishi ta'minlandi. Hududiy majburiy ijro byurolari bo'limlarida 2026-yil boshiga ijrosi ta'minlanmagan 18998 ta 368.5 milliard so'mlik ijro hujjatlari mavjud bo'lib, hududiy majburiy ijro byuro bo'limlari bilan hamkorlikda olib borilgan ishlar natijasida sud va soliq organlarining qarorlari asosida 2026-yilning yanvar-iyun oylari davomida 1433 ta sud va soliq organlari qarorlari asosida 98.1 milliard so'm soliq qarzi undirildi. Soliq kodeksining 125-moddalariga asosan jismoniy shaxslarning yer va mol-mulk soliqlaridan qarzdorliklarini undirish yuzasidan 2344 ta holatda 9.3 milliard so'm fuqarolik sudlariga arizalar kiritilishi ta'minlandi. Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qarzdorlarni to'lovga qobiliyatsiz deb topish bo'yicha 100 ta 158.9 milliard so'mlik da'vo arizalari kiritildi. Umidsiz soliq qarzini hisobini yuritish va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hisobdan chiqarish ishlari bo'yicha 132 ta tadbirkorlik subyektlarining 226.3 milliard so'mlik umidsiz soliq qarzi hisobdan chiqarildi.
Soliq qarzini qarzdorning mansabdor shaxslardan subsidiar undirish yuzasidan 129 ta holatda 16.3 milliard so'mlik arizalar fuqarolik sudlariga kiritilishi ta'minlandi. Navoiy viloyati soliq organlariga jismoniy va yuridik shaxslardan 2026-yilning yanvar-iyun oylari davomida 11697 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 5352 tasi 45.8% murojaat yuridik shaxslarga va 6345 ta, ya'ni 54.2% jismoniy shaxslarga to'g'ri keladi. Ushbu murojaatlarning 545 tasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalari orqali, 25 tasi tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha Tadbirkorlar virtual ofisi axborot portali orqali, 63 tasi ishonch telefonlari orqali, 237 tasi rahbar qabullarida, 10827 tasi elektron soliq xizmatlari portali hamda bevosita kelib tushgan murojaatlarni tashkil etadi. Shundan 11697 ta murojaatning 8500 tasi ijobiy hal etilgan, 2922 tasiga tushuntirishlar berilgan, 3 tasi o'rganish jarayonida tasdig'ini topmagan va hozirda 249 ta murojaat ko'rib chiqilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar va soliq to'lovchilar, shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, soliq tizimida ochiqlik, shaffoflik va soliq to'lovchilarga qulay xizmatlar ko'rsatish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi. Umid qilamizki, taqdim etilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.